Bilaman, siz yupqani bu qadar osonligini bilmagansiz. Eng mazali katta kichikka birdek yoqadigan yupqa taomi haqiqatda juda oson. Buni ko'rinishi esa mazasi haqida o'zi gapiradi. Bismillah deb oddiy suvga tuz qo'shib, elangan unimiz ustiga quyamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va o'rta yumshoqlikdagi xamirni qoramiz. Yupqa xamirining birgina siri esa uni yaxshi mushlashda bo'ladi. Yaxshilab mushlaymiz va yarim soatga tindirib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlaymiz. Mayda to'g'ralgan piyoz, cho'rkadan o'tgan qizil va sariq sabzi va ozroq qiyma kerak bo'ladi. Piyozni yog'da qovurib, biroz rang kirishni boshlaganda tayyor qiymamizni solamiz. Tuz va pripravalar bilan 10 daqiqa dimlab pishirib olamiz. Oxirida cho'rkadan o'tgan sabzilarni solib 5 daqiqaga dimlaymiz. Shunda sabzilarimiz ezilib, yo'q bo'lib ketmaydi. Shunaqa chiroyli shirali nachinkamiz tayyor. Xamir esa 35 grammdan zuvalalaga bo'lingan. Yaxshi tinganda esa xamir yoyilishi oson bo'ladi. Yoyish uchun un bilan kraxmalni aralashtirib olamiz va bor mahoratimizni ishga solib, xamirga maksimal yupqalikni beramiz. Qizib turgan quruq tavaga solib, birinchisini ikki tarafini quritib olamiz. Bir qoshiqdan nachinka solib, keyingi qavatini yopamiz. Aylantiramiz va shu tariqa birin-ketin pishirib olamiz. E'tibor bering, nachinkani pishgan tarafiga suramiz. Hammasini pishirib olgach, o'z issiqligida yumshashi uchun biroz dimlab qo'yamiz va xuddi shu ko'rinishda birin-ketin taxlab olamiz. Bu taomni Ramazon menyusiga albatta qo'shing. Siz toliqib qolmasligingizga ishonaman. Taomingiz ibodatingizga quvvat bo'lsin. Yoqimli ishtaha.